Smartfonlar haqidagi qiziqarli faktlar. Ikkinchi qism. Birinchi fakt, tezkor quvvatlashi birinchi bo'lib Oppo smartfonlarida qo'llanilgan deb o'ylashar ekan, lekin uni birinchi bo'lib HTC One M7 2013-yilda birinchi marta qo'llagan. Ikkinchi faktimizda katta ekranli smartfonlarni birinchi bo'lib Samsung ishlab chiqargan deb o'ylaydiganlar bo'lsa, qattiq adashasizlar. Katta ekranli smartfonni birinchi bo'lib Dell Strike 5 da ko'rishingiz mumkin. Hatto u Samsungning Note versiyasidan ham oldinroq chiqarilgan. Uchinchi fakt, kameradagi nochnoy rejimni birinchi bo'lib iPhone'da qo'llanilgan deb o'ylashar ekan, lekin uni 2018-yilda Huawei P20 smartfonida ilk bor qo'llab ko'rishgan. To'rtinchi fakt, ekran ichidagi barmoq izini Samsung ham, Vivo ham, Oppo ham, Xiaomi ham emas, eng birinchi bo'lib Dodge Mix 2 flagman smartfonida qo'llab ko'rishgan. Beshinchi fakt, 108 megapikselli kamerani birinchi bo'lib Xiaomi qilgan deb maqtanib yuradigan Xiaomichilar qattiq adashasizlar. Ushbu funksiyani birinchi bo'lib Samsung o'zining A70s smartfonlarida qo'llab ko'rgan. Keyinchalik Xiaomi Samsungdan uni xarid qilgan. Yana o'sha gap, agarda sizlarga bu rubrik yoqayotgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Men ertaga yana davomini chiqaraman.